Amaliyotda butun dunyodagi odamlar nimaga o'xshaydi dunyodagi bir-birisi bilan shu rahna ustidagi jipga o'xshay kirishib bir gavdani hosil qildi. Bunday qilganda butun odamni bir odam, bir gavda deyishkin bo'ldi. Bizning manfaatimiz odatda bir-birimiz bilan ulinib ketgan bo'ladi. Agar bu rahna ustidagi ma'lum bir nuqta cho'qchib chiqqan vaqtda bu nuqtaning o'zi mushning atrofidagi nuqtalardan tortib butun rahna ustidagi nuqtani ustiga ko'taradi. Eng ustiga ko'tarilgan nuqta qaysi esa bu dal buning atrofidagi nuqta. Masalan, Urumchida bir odam ufq qazinib yuqori o'rlasa, u birinchi ulab shu Urumchidagi odamlarni o'ziga tortib chiqadi. Boshqalarni mi tortib chiqadi? Har qanday bir millatdan birisi o'sib chiqsa, u avval kimni tortib chiqadi bo'lsa, o'zining millatiga odamlarni so'rab ustiga burdi. Boshqa millatdagilarmi albatta so'rilib uni ustiga chiqadi. Ammo buni bosqanda cho deganda biz har xil usullar orqali bir odamni tuvellasak, amaliyotda boshqalarning tuvellishi bizningmi tuvellishimizni keltirib chiqadi. Har xil darajada. Mana bu insoniyatning bir-biri bilan bog'lanib ketganlik. Mana bu insonparvarlikning nimasi desa, asli mo'j shakllandi. Shun biz ko'pincha vaqtlarimizni boshqalarni tuvellish uchun sarf qilganimizning o'zi yoki atrofimizga do'stimiz, tuqqanlarimiz yoki xizmatdoshlarimiz yoki o'zimizning millat yoki xalqi, davlat ma'lum bir odamni besib tuvellatish tip yildiz elib aytgan nimani keltirib chiqardi bo'lsa, boshqalarning tuvellishini keltirib chiqargan. Agar biz boshqalarni qo'llab, boshqalarni juqurta olsaqchi bo'lsa, bu dal bizning juqulishimizni keltirib chiqardi. Mana bu muqaddas kitoblardagi boshqalar qilgan yaxshilik, o'zingga qilgan yaxshilik. O'zingga qilgan yaxshilik, boshqalar qilgan yaxshilik degan tip markaziy ideyaning psixikalik tushuntirilishi bo'ldi.